Maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni imzolandi. Hujjatda belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun 1 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilmoqda. Mazkur farmon Mirobod tuman 65-maktab pedagoglari uchun ham katta kuch va motivatsiya bo'ldi. Kuni kecha muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan farmon biz pedagoglarni juda ruhlantirdi. Sababi bu farmonga muvofiq umumiy o'rta maktabi tashkilotlari rahbarlari va uning o'rinbosarlariga va pedagog xodimlarimizga juda bir katta ham mas'uliyat va ularni faoliyatlarini baholash yuzasidan qaror qabul qilindi va bu farmonga muvofiq 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab umumiy ta'lim maktabi direktorlari va uning o'rinbosarlariga 20% gacha ustamalarning belgilanganligi. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab esa KPI tariqasida xodimlarning faoliyati aynan direktor o'rinbosari, direktor faoliyatiga KPIning qo'shilganligi va 20% 10% gacha ustamalarning belgilanganligi biz xodimlarni albatta ruhlantirdi va bir qatorda o'zimizga mas'uliyatni ham olamiz, chunki aynan shu paytgacha bizning faoliyat, aynan pedagoglarning faoliyatida KPI tariqasidagi rag'batlantirishlar yo'q edi. Bugun muhtaram yurtboshimizning pedagoglarga qaratayotgan e'tiborlar natijasida KPI tariqasida biz o'zimizga motivatsiyani olib va kelgusidagi yosh avlodimizni yanada yurtimiz kelajagi uchun yetuk kadrlar bo'lib yetishtirishlarda o'z hissamizni qo'shamiz. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan biz pedagoglarga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa kuni kecha ishlab chiqarilgan 51-sonli farmonda ham o'qituvchilarga bo'lgan e'tibor alohida ta'kidlab etilgan. Men aynan o'qituvchi bo'lganimdan faxrlandim. Bugungi kunda davlatimizda pedagoglarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu o'rinda bu shart-sharoitlar pedagoglarga ta'lim va tarbiya berish jarayonida yuksak motivatsiya bera oladi. Men yosh kadr sifatida o'z kasbimdan faxrlanaman. Qabul qilingan yurtboshimizning farmonlariga muvofiq yetakchi ustozlar va pedagog kadrlarning maoshlarini oshirish haqidagi farmon barcha o'qituvchilarga ruhlantirdi va ularga katta mas'uliyat yukladi. Bundan tashqari o'sha o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerakligi, o'zishimizni yuksak darajada rivojlantirishimiz kerakligi haqidagi mas'uliyatni ham yukladi. Biz bundan xursandmiz va o'ylaymizki, bunga munosib kadr bo'lishga harakat qilamiz.